Nimalar deyapsan? Qanaqa yillik? $200 berasan dedi. Cho'tki qilib. O't kiridan qilib berdim dedi. Ering ichadi. Qaynonangga qaraganda prям to'ng'izni ko'rgandek bo'ladi dedi. O'rtoq, ishimizni yig'ishtirib folbinlik qilsam ekan deyman. Bitta klientdan $200 olsak, kuniga 5 ta klient kelsa $1000. Mamunda yetadi. Xudo xolasa, meni ham ko'ksimga shamol tegib qoladi. Xuddi sandek qaynonasiz yashayman. Знаешь, надоело уже. Nafaqat qaynonasiz, balki ersiz hayot boshlaysan. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Shart emas. Senga o'xshaganlarning 100 tasi onamni bir tola sochiga arzimaysanlar. Seni hozir nimadir qilib qo'ymasligim uchun ajralish marosimini qisqaroq qilamiz. Uydagi hamma narsangni yig'ishtirib, hech narsang qolmasin. Taksi chaqirib, bu yerdan qorangni o'chirasan. Uyda ota-onang va hamma so'raganlarga erimni xiyonat ustida ushladim deysan. Chunki qorningdagi bola mendan. Afsuski, bolam onasi Isqart degan nom bilan yashamasin. Mayli, otasi yomon degan nom bilan yashasin. Javobing